Rastla tushunganimni jazmlashtiramadim, Agram. Ferno dengiz qalasiga Deroni yo'qlig'ini ketibdi. Biz mushundoq tushundik. Biroq u avatgan bu jiddiy xabar dengiz qalasi bilan emas, Kavkaz bilan munosabatlik. Men bir xillik his qilyapman. Qarimoqqa biliqgan demagan. Bu yumurni to'limi jiqtidan Rokas. Rost shundoq. Hozirgi o'rmonning har qanday ogohlantirishlarga sal qarashga bo'lmaydi. Gapni ochiqilday Grazxanish. Acaba biz har bir ogohlantirishdan gumonlanmasligimiz kerakmi? Demakchi bo'g'inim, yuz bergan ishlarni o'ylab boqayli. Yana desam, haliqa ogohlantirish xatida u beliq shumtak Ferno hukmron Kavkaz andoq, Kavkaz mundoq deb bir nimalarni yozibdi. Kavkaz xatar ishida tez kelinglar. Kavkazga mening yurtim Rokas. Bu ishga astoydil qarayman. Sen shunday qilishing kerak. Angladingmi? Uning nima ishga Kavkazga borganligini tushuntirgil bo'lmaydi. Shundaqmi? Ovoylab harakat qilinglar birodarlar. To'timiz ijil bo'lsaqmi, bu boshqa garmitlarning shundaqligidan derak bermaydi. Ang yaxsiz deyatishib qolmaydi. Bo'lamdi ko'pchilik. Ey, zaminimda yo'qol. Sen yo'qol. Zaminimda yo'qol. Tez yo'qol. Yo'qol. Ha. Rahmat Grazxanish, kapsizda. Biz sizni saqlayotgan. Oxiri keldingiz. O ketiblar amaylan o degan mening deyish keltirdi. Takla qalayim qallashdi. Ma? Kim ketdi? U degan nima narsa? Nima ish bo'ldi? Yo'qolsin, yo'qolsin. Chat turinglar. Chat ketinglar. To'xtanglar. U Fernoning qo'dash kuzayniki u. To'g'ri dedim, qo'mondan. O dal beliq shumtakni qo'dash kuzayniki. Shundaq. Undaqda Ferno qayerda? ha? Ferno qayerda? Biz do'stlarning nima ketganligini bilmaymiz. Mana biz bilamiz. Niyati durust bo'lmagan bu tosh odamlar uni bulab quruq qilib etib, bizni zindonga tashladi. Bu degan qip-qizil yolg'onchilik. Qo'g'dash kuzayniki bizga mansub. Ferno bizning o'rmon hukmron emas. Uning kuchi bizga tava. Ha, to'g'ri. Bizga tava. Azalda meni bunda haqoratlab boqmagan. Bu Fernoga tava, tez chekininglar. Bizning zaminimizda bizga buyruq qilishga petimgidek sen kimda? Ha, bizni qo'g'lishing kerak to'g'ri. Sen bakli xatolashding. O ko'zoynakni bizga qaytirib Haytirib. Agram, hukmron turiqanda qaysdan qandaq? Albatta, lekin bunda qilishning nima ahamiyati bor? Ko'pchilik, hukmron turqonlardan qaytinglar. Menga ishon, bu bizning qiyinchilikdan qutuladigan birdan-bir yo'limiz. Bekla qo'rqinchli ekan. Hammalar o'zaro so'qishib etibdi. U o'rmon garmetining to'g'ri gap qilganligini his qilyapman. Biz ularni yaxshi qo'g'dayamizsa, ularni ittifoqlashtirishdimi, ig'iz ichish tas. Sizlar bakli yaxshi qildinglar. Hammasi urushmidi. Rasma, bu nima deganing ko'rdi? Sizlarga Yermo yordamchilarini tunishtirib o'tay. Bizimiz sizlardek bir qo'shin. Albatta burun bizga ta'sdi. Chunki biz o'qishimga qabildan kelgan. Lekin biz ularga nima deganlarimizni bilamizlar. Nima degan? Biz ularga agar sizlar hamkorlasha olsanglar, hammamiz qutulamiz degan. Oh, bek yaxshi oldi. Bek yaxshi bo'ldi. Agram, bizning seni Yermo yordamchilarining faxriy yetakchisi qilganimiz bor. Sizlar chuqum haqiqiy yetakchiga ehtiyojlar. Masalan, meningdek. Albatta, sizlar hammanglar faxrlik yetakchi. Ha. Bizning qilganimizmi? Mushundaq ideani tarqitib, har bir odamga jazman inoqlish kerakligini bildirishimiz kerak. Endi naqshni qilsak bo'ladimi? Bu yaxshi gap bo'ldi. Hey. Xonish alilari, siz Ferno qayerda? Aqtirish oyoqlashdi. Ferno shu topda atroflanadilar. Dengiz shahzodasi uning qo'g'dash kuzaynikida. Mushuning ishidimi? Ishki boshliq Ferno hukmronlik band qilyapti. Bu yaxshi bishorat emas. Men inimni ko'raman. Xo'jayin, Kavkazning mudofaasi bekli kuchli. Bizga hech kiramidik. Agar biz savarchanlik bilan kuchsak, balki ular ishni o'zaro qirg'inlik qilishi mumkin.
Portdek to'la tugilib olma Seven. Hukmronlar ojizlashdi. O qo'g'dash ko'zoynagini menga akilib ber. Durusha, ining ko'zoynakning ichida qopsilib qoldi. Sizning bundoq ahmas gaplaringizga ishonimizmi? O'yin o'ynashga vaqtim yo'q. U qayerda? Kimning kari? Bu yerda texmi mo'yim ish bor. Kim qo'g'dash ko'zoynagini kontrol qilib oldi? Ajiba sen tatib olmoqchimi? Shunchalik oddiymi? O'tinib qilay xonata. Hozir urushadigan vaqt emas. Qo'g'dash ko'zoynagi Kavkaz tepilgan. Qoida bo'yicha biz saqlaymiz. Sen nima qo'day olmaydigan tursa? Ko'pchilik, gapimga quloq solinglar. Geormo zo'r xavfda qoldi. Faqat biz birlikda hamkorlashsaqlar g'alaba qozona Hukmronlar ishga bo'shliqqa kirib Fernoni qutuldirib chiqqanlar. Go'daklar so'qishibamanglar. To'g'ri dedingiz, Gras Xanish. Biz cho'qim tirishamiz. Bizmi shu? Zimin garmetlarmi hamkorlashadi? Biz yaxshi qila olamiz. Bu ittifoqlash vaqtliq. Shunga biz o'zimiz ulgu bo'lishimiz kerak. Ansirmanglar ko'pchilik, German yordamchilar har vaqt sizlarni qo'llaydi. Bo'ldi ko'pchilik, biz tez suratda jang qilaylik. Kuchinglar tez hukmronga o'zgaringlar. Bu planni bak yoqtirdim. Mayli. Arish, kuchingni ko'rsat! Hey! Qo'g'dash ko'zoynaklarni taqib olinglar. Mortlar ko'zoyniki. Biz nimani izlaymiz Xanish oliylari? Nemish bo'lganini bilmadim, lekin unumlik bo'lganda qiladi. U nima? Oldinlardagi ishga bo'shliq o'tadigan cho'ng eshik. Ferno shuni ichida. Biz nima qarab turamiz? Uni izlaylik. Gapimni anglanglar ya hukmron. Mayli nadil bo'linglar, ehtiyot qilinglar. Nishonlarni bo'ylab yo'linglardan ayrilmaymanglar. Nimaga buncha aldiraymiz? Ohoy! Biz yanala Mortlar ko'zoynagi baralab turayotgandek qilamiz. Bu cho'qimlar boshqa turkiy garmitlar yashaydigan joy. Bu jazman bir jannat. Jannat deganing nimasi? Bu yer bir xil xiyoliy dunyoga o'xshaydi ekan. Bu yerdan ketib, Fernon topayli. O'z gapimni kelsam, uning o'ziga tushliq go'zalligi bor. Meningcha sening deganingmi o'rinliq. Haqiqiy shahzoddal mushundoq o'ringa loyiq. Qalayim, qamama, Gras Xanishning deganlari esingda-ku. Buncha jiddilashib ketma, qo'rqmas qo'mondan. Agar ta'lim bo'lib qolsa, biz ikki taqda uchrashib qolishimiz mumkin. Hey, Tasran, bu hakavur to'zga qoida so'zlab qo'ysang-chi. U bekli o'zbekimcha shundaqla. Tasran? Qarg'ina, do'stlarim kapti. Hech ishongim kelmaydi. Roksinglar o'xshashgansizlar. Tez qaytib kel. Ajiba meni azroq xo'shal bo'g'limni qo'ymamsan? Buni intayin qo'llayman Tasran hukmron. Agar meni aldiraqsanligimni afv qilsangiz, daraq qarlab shamol usul o'ynagan bilan biroq kuchli bo'ronda masmut turadi. To'g'ri, biz davomli azroq to'xtab gullarning hididan o'zolishimiz kerak. Sen naqdni desang qandoq? Bo'pti, ixtiyoring. Tangdaysiz to'qmoq. Balkim bizning qarshimizda o'tirib qo'yishimiz bakla chekilishib ketganda, kechirgin ta'sira. Qisqasi, biz bilan man tasran hukmron. Ishga boshliq seningdek Germaga ta'minlagan har xil go'zalliklarni bir ko'rib boqqin. Qanday? Quyosh parlab turgan, to'pliklar, salqin chimazarlar, subsizlik aqllar, barliq garmitlar intildigan narsalar. Qaltisgan bu. Oldimda yo'l boshlanglar, apandilar. Qaytib kel. Gras Xanishning gapini astin chiqama. Yo'lingdan ayrilma. Shu tapda yo'ldan ayrilib kelyapsan, Tasran. Bakla ansirab ketyapsan, Agram. Ular o'z baxtini tepiyotdi shu. Sen mu shundoq qil. Ay, sen bu yetkensen ku. Ansirma ağina, mən seni qutqazgılı keldim. Cayın düzün tur.
Avar bo'lma, bu ko'piklar bakli mustahkam. Dengiz hukmronini ularni atalaydi. Vaqtini isrof qilyapsan, Agram hukmron. Biroq sen dengiz hukmroniga. Lekin sen nimishqa shu yerda o'tirib elib, Nelopar yo'pirmiqdan tushmay, bizning makarni yengib, dunyoni qutqizishimizga yordam qilmaysan. Men to'naydigan Ferno hukmron bunda qason voz kechmaydi. U barliq fursatni tutib lava garmitiga zarb berdi. Nimishqa voz kechsan? Chunki makar butkul germoni tugashtirdi. Yana bizning jamoatimizning ojizligini bizga tunutdi. Men dronni qutqizgandan keyin biz boshqa garmit boshchilari bilan ko'rishdik. Ondan nimish yuz berganligini faraz qila olaysan. Men o jidallarni besiq turay dedim. Nimish qikin bilmadim. Qo'g'dash ko'zaynigim qo'zg'ilib ketdi. O tushib ketib, chiqilib ketganligini his qildi. U yerda nim qo'tsizlar. O arish garmitini tutinglar. Uni to'singlar. Biz cho'qim bu jidalni besiq turishimiz kerak. Ularning sachligi mening ko'zaynigimni buzib yetib, meni bu dunyoga akab qo'ydi. Dastlab bu yerga kelganda qechib ketishdimi o'ylagan. Keyin o'ylasam, mana bu dal men izlayotgan narsa. Men qalbimdagi tinchlikni topdim. Ayrilg'im yo'q. Germoning har qaysi mudofaa tomlari qurilib bitganda, ba'zi garmutlar uyqu holatiga kirdi. Tinch davrida ular tabiatga yoshirinib, haqiqiy hukmronning ularni uyg'otishni, harakat qo'llanishni kutdi. To'xtag'ina. Bu o'xshash kuch ba'zi garmitlarni xududi. Gel, dixi. Hay, tez qopdan. Biz yo'l tepib chiqib ketaylik. Yo'q. Rost chiqib ketgili bo'ladigan bir yo'l bor deb faraz qilsak. Hükümranlar xatarda. Ular ishki boshliqning iziq turishib ketib qoldi. Biraylan ularni darhol ayrilish askarchi kerak. Biz ularni izlashga bir qo'shin avatamdiq. To'limi ahmoqonlikda. Men o'g'limga ishinaman. Ishida ustunlikka erishalaydi. Amisi menga javob ber. Makrning cho'ng qo'shini kelyapsimi? Nemishqa biz yana davomli talash tortish qilamiz. Arish garmitlari, orqamda sapki tizlanglar. Buyruqimga bo'ysunib, hujumga otilinglar. Bugun men Nadishahning quruq gaplarini anglamayman. Dengiz qal'asining azmatlari. Mening buyruqimga bo'ysuninglar. Faqat mening buyruqim. Uning gaplari bilan qaringlar bo'lmasin. Alg'a! Kelinglar jangchilar. Bu bizning yurtimiz. Biz jazman o'zimizga tayinishimiz kerak. Biz hukmronlarni qaytirib kelaylik. Biz hukmronni qaytirib kelaylik. Bu sizqicha ko'zaylikni molini topshirdi. Bo'ptamsa, ko'rib boqayli. Agram, angildingmi? Balki suyimlik bo'ldi. Sizlar meni qimmatli vaqtimni zoya qilyapsizlar, bu qalvolar. Biz sening yordamiga muhtoj. Konto. Qo'qdoch güzellikle malını topşur. Bu öldürüşümden. Olmasa ben seni orman hükümranın kurbanına aylandırmaydım. Sen xatolashding, birodar. Sen germo yordamchilarini tishiq tegib qo'yding. Hamsi yaxshi ku. Ularni o'ldirdinglar. Toshbala, sen Agramning do'sti shundaqmi? Sizlarning xatarlik payti qarshi taraf ogohlantirgudek alayda shart belganlar bormi yo'q? Yo'q. Men ko'zini qarab so'zlab baqdim. Yana unim bo'lmadi. O bu yerga kirib ketib gapimni anglayamagan bo'lishi mumkin. U yerda odam bor-ku. Ohoy, bu nima? Qarmaqa maqsad o'xshayotgan, lekin toshni yoslabdi. Qani o'ylab baqay. Agar men bu narsani kontrol qila olsam,
hech kimga toyinib buyurmay, o'zim yolg'izla Geormani qutqiza olaydim. Ay, yo'q, u Karmitla, ya'ni Kuntu, ya'ni mening do'stimni unutib ketgan toz qopdiman. Qirasqanish ketgandek, bu bir esiq turish xolos. Men hargizmi o'zim yolg'iz Geormani qutqiza olmayman. Ay, Bək sət bo'ldi. Sət bo'ldi. Bu yoshlar bakli batur. Biz bekli uyaldık. Bu yaşlar ittifaqlaşıp bir niyeti düşmenge qarşı turuvatıdı. Lekin biz toxtamay talash tortish qilib vaqtimizni zoya qilyapmiz. Ko'pchilik. Bu mashg'ullarga rahmat kichik do'stlar. Biroq o'yin oxirlashdi. Buni Makarga topshirib bera oladigan bo'ldim. Nemish bo'ldi? Onu yosh yigitga qaytarib ber. Bo'lmasa podshoning g'azabiga uchraysan. Barliq podshohlikning g'azabiga. Men uxlu qilyapman, varang uchun qilmasanglarchu. To'rt chatqal birodar. Zodi nemish bo'ldi? Ton. Bo'ldi, qalqoni do'stimizni unutib qoldim demagan juma. Tan. Men u unutmagan, lekin u bu yerda nima qiladi? Kim bu bir bosh toshni ishlatib, seni uyg'otib reallikqa qaytarib kelalaydi. Agar bir odam lozim bo'lib qolsa, dal u men. Sana ne bo'ldi, birodar? Yana ishtirib qo'ydingmi? Bu gap qilchi kulkilik bo'lmadi. Tangdasiz to'qmoq. Buni o'zing keltirib chiqarding. Texbaylar hayotinglardagi kichik ishlar uchun rahmat aytish bergan edinglar-ku. To'g'ri, aqlchi xatosi yo'q. Men sening nima demoqchi bo'lganligingni bilaman, toshbola. Men ishki bo'shliqdan ayrilmayman. Bu yerda biz dam olaymiz. O'zimiz kuchli ta'minotdan bahramand bo'la olamiz. Biz sirtdagi osh qo'rqinchli ishlarni asdan chiqarib o'talaymiz. Bu yoqda sen anglagandek bir jannatga. To'g'ri, bu bir go'zal joy. Bu yerda xotirjam holda keyingi umrimizni o'tkazsak bo'ladi. Bu yerda tasavvurimizga hamma nima bor, lekin bizga nisb bo'lmaydi. Hech bo'lmasa hozir, lekin reallikdagi yo'rimi quruqlikda biz buyuk vazifani ustimizga olgan. Bunda ko'zoynakning ichida yashash emas. Biz sirtqi dunyoga mansub. Biz tirishib kurash qilib boshqalarni Makarning zarli jangida qutqizishimiz kerak. Agram to'g'ri deydi. Bo'lib u kurash qilib degani nihoyat to'g'ri bo'ldi. Agar sizlar kelsanglar, men sizlarning barcha sharafga erishishinglarga yo'l qo'ymayman. O nima deyish? Sen chiqargan ovozmi, Agram? Yo'q, biroq menimcha bir aylan Fernoning ko'zoynikiga hujum qilayotgandek qiladi. Sizlar jazman ayrilishinglar kerak. Bu yerga mangulik qapsilib qolmanglar. Mag'ayli. To'xta, Fernoni qanday qilamiz? Bo'ldi. O sal johilroq. Ma'qulamsa, berib uning qarab boqayli. Uyqumga daxil qilmanglar. Hoy. Sening maqsadingni tushundim. U rostli bek johilkan. Amiz qani biz osmonda sinab boqayli. Kuchqir shamshir. Hey, to'xta. O faqat o'zini qutildira oladi. Hey, Ferno, bizni tunudingmi? Biz birlikda Makarga zarb beramiz. Biz deganim seni o'z ichiga oladi. Birodar, sen bizga va'da bergan-ku. Sen o'zingmi va'da bergan? Sening shaxsiyatlik noming xatar ichida qoldi. Sen akangga yurtimni qo'tayman deb va'da bergan-ku. Endi sen bu yerga muk bermoqchimi? Bu dunyo mening yordamimni kerak qilmaydi, Rokas.
Men oxiri buni tushundim. Bo'ladi. Biz munozir qilib boqaylik. Ferno vazifadan voz kechgan, bizmi voz kechimiz. Sizlar menga qo'shilmoqchimi? Lekin sizlar degan jangchi, sizlar qandoqsiga bu tinch joyda qilishni xohlab qoldinglar. Sizlar jazman Gyurmoga qaytinglar. Do'stlarim, bu sizlarga mos kelmaydi. Biz yana bir qo'shin yerim yo'lda to'xtaydigan burada. To'g'ri xato, yaxshi yomon. Bu yoki u bo'lishdan qat'iy nazar, sen naql basang biz bu shak barimiz do'stim. Amsi sizlarmi mushunda voz kechmoqchimi? Endi ilishmabsizlar? Sen bilan birga bo'lsak bo'ldi qilamiz. Ammo makr to'xtatmaydi. Lekin sen bizga qo'shilsang anda bo'ladi. Hükümranlar qaltis qarar qilibsizlar-ku. To'limi kulkilik bilan bo'pti. Akram. Nima qilyapsizlar? Do'stim, men boya g'alati tush ko'ribdiman. Shunchalik tinch. Bayla güzel tushda qiladi. Dabaqa, anglab boqaylik. Men Nilupar yupurmag'ida yetib, sirtki dunyo qattiq ko'ngil bo'lmoqdaman. To'yuqsiz, atrofimdagi odamlar tinchlikqa erishsa, o'zimning tinchlanmaydiganligimni to'lib ketdim. Kurash qilishga erishganda güzel tushgan. Biz bormasak bo'lmaydi. Mayli, sen yaxshi yoki qandoqli bo'l. Tabiat hukmron qo'shini qaytadan jang qiladi. Bu degarmet ko'pchilik hamkorlashgan payti keldi. Ha? Nemish bo'lganda? Biz xatamga qilmagandimiz. Bular bakli inoqqa. Bularning qilishi mumkin emas ish. Bizni saqlab o'ltirib savoq yakunlabdi. Kechirgan, men bek oldirash. Tez meni qo'yvat. Bo'lmasa hammani o'ldirib kun qilibman. Vaqt sizlarning bunda qilganinglarni bilsa, sizlar pushaymon qilsizlar, hammalarni o'ldirib. Sadikim sevini tutib oldi. Yoki qandoq narsa? Va, buni qanday qildinglar? Asli biz allabirul tugashgan to'q, biroq ular tuyuqsiz yordam keldi. Ha, Ferno, Gyurmoga rahmat. Oxiri qaytib kelsan. Sog'-salomat kelding. Sen hammamiz inoq chiqishib ketdik demoqchimi? To'g'ri. Biz hammamiz tonib yetdik. Biz cho'qim. Biz mustaqil podshohliklar o'zaro humsaqlashib yurmay, bir qo'shindagi ittifoqlashib hamkorlashsak bo'ladiganligini his qildik. Bo'lmasa biz xatarga uchrab, Gyurmo xatarda qoldi ekan. Bu Gyurmo yordamchisi atalgan yosh yigitlar bizga cho'ng madad bo'ldi. Bizga ham bir ulgu tishlab berdi. Ittifoqlashaylik. Bu gapni bir yerda anlagandekli-ku. O'ylab boqay, ha? 5 minutning oldida. Pa, biz bo'lmasak sizlar qoltisgansizlar-ku. Fernoning deganimi o'rinliq. Balkim Gyurmo bizga muhtoj emasdi. Wisdom to share. Every Lord, young and just, knows that too